Yaxshimisilar, assalomu alaykum. Tinchmi? Nima qilyapsizlar sizlar? Ha? Sen nima qilyapsan? Men nima qilaman? Yo'q. Nima qilding? Assalomu alaykum. Yaxshim. Nima qildingiz baka? Nima qilamiz bor? Ha? Bu yerda to'xta, syomka qilsa. Mashina ichida yoshimni Ha? o'tiribman. Mashina ochib tushirtiring, nima yoshini? Telefonimni olib kelib bizga Ha, nima aka? Ismingiz nima? Bakron familiyam Davron Qagajon. Saniki nima? Bu kishi majbur emas. Siz Slujebniy mashinada o'tiring, qayerda? Slujebniyda. Ha, chasida emas. Janskiy deyilgan joy yo'q aka. Bor. Siz qonun o'qigan bo'lsangiz, men ham o'qiyman. Aka, bemor syomka qilavering bo'ldi. Syomka qilaman, mana sifaga. Hozir bir ikki keyin chiqaman, chiqib ketmisizlar shu. Keladi hozir. Yaxshi, bemor chiqaverang aka. Telefon qil. Haqlaringiz bor. Kiyev stoldan aka to'xtang. Haq qilman yaxshi bilaman aka. Xo'p, haq qilman yaxshi bilaman. Sizlar ham bilinglar, tamom. Bemor syomka qilavering. Saqlamadi, mani yuragimni bo'lib. Aynib, Ha? bittaga slujebniy 10 yillik o'chib kirdi. A 81. Sen qayta berlarda ko'rmagingmi, tushunding? Xonada o'tirib, joyi. Xonada o'tiribsiz aka, ochiqcha emas, xonada o'tiribsiz, xo'p. Yaxshi, mana 10 yillik uch. Nima olmayman sen? Nima ishi bu? Etma. Bu kishini so'kmang. Etma. Bu kishini so'kish haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? O'rtoqlar, O'zbekiston Respublikasi hududida ayni bu narsani cheklovchi qonun yoki qoidalar mavjud yoki yo'q ekanligi haqida to'liq ma'lumotim yo'q. Lekin bir narsani aytishim mumkinki, Amerika demak amaliyotiga ko'ra, agarda bu yerda militsiya yo'q, bu yerda politsiya bor. Politsiya demak istalgan turdagi demak jamiyat ichida sodir bo'ladigan qonun buzilishlarni aniqlaydi va ularga o'ziga xos chora ko'radi. Ya'ni u hattoki yo'lda bo'lsin, uyning ichida bo'lsin va hokazo. Agarda politsiya xodimi ish vaqtida bo'lmasa, formasini yechishi kerak bo'ladi va formasi yechilgan holatda, demak, fuqarolar bilan interaksiyaga kirishga haqqi bo'lmaydi. O'zini demak mansab vakolatidan foydalanishga haqqi yo'q. Va bo'lib ham demak, agarda u ish vaqtida bo'lgan vaqtida, formasi ustida bo'lgan vaqtida, albatta, demak, o'ziga tegishli bo'lgan davlat tomonidan berilgan transportdan foydalanishi va o'sha vaqtdagina fuqarolar bilan demak interaksiyaga kirishga haqqi bor. O'zbekistonda qanaqa bilmadim. Ana endi yana bitta nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, ana shu yo'l patrul xodimi bilan birga, demak, fuqarolik avtomobilida o'tirgan shaxs ham qisman olganda samasud deb aytsak bo'ladi. To'g'ri, hech kim urmagan, lekin boshqa bir fuqaroga nisbatan, demak, iqtisodiy, demak, chora ko'rish uchun davlat xodimiga, u davlat xodimi ish vaqtidami yoki yo'q, balki davlat xodimi qandaydir yo'llar bilan uni majburlagandir yoki o'z xohishi bilan qilgandir, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan u shaxs ham ayni shu balki noqonuniy bo'lgan ishga sherik bo'lib qolgan. Chunki oddiy fuqaroning boshqa bir fuqaro ustidan qandaydir ko'rinishdagi jazo choralariga chorlovchi harakatlar uyushtirishi adashmasam noqonuniy bo'lishi kerak. Chunki ularda bunday vakolat mavjud emas.